nima yesang ham yorqindan Pepsi bilan. Do'stlar, bizda podpishchilar bilan ikkinchi qism Bulit menga gol urib bolalar 10 ming so'mdan pul ishladi. Qani davay bala. Xuddi o'tgan videoning ikkinchi qismi, birinchi qismi sizlarga juda ham yoqib tushdi. Ikkinchi qismni ham olishga qaror qildik. O'sha qonun 5 sekundlik Bulit har bitta gol urgan bola 10 ming so'mdan ishlab va oxirgida kim chempion bo'lsa, hamma pulni ishlagan pulini olib ketadi. 10 ta gol ursa 100 ming, 20 ta gol ursa 200 ming yutadi. Qani davay bala. Boshlanyapti 20 tadan ko'p ishtirokchi. Gol ursa keyinga etib, o'tmasa o'yinimizni tark etasizlar. Ukasi urasanmi kam? 5 sekund. Ozmaxaga gol uraman, iloji boricha. Ket uka. Da! Qani? Bormi gol uradi ekan menga. Следующий, давай. Da, ketdik. Tugadi, gali ukam. Qani? Bormi gol uradi ekan? Ozmaxaga gol uramiz. Ketdi. Voy. 5 sekund bo'ldimi yo'qmi? 5 sekund bo'ldimi yo'q? Bo'lmadimi 5 sekund? Hechga gap yo'q, zo'r gol urdi, keyinga tapib o'tding. Ha, ketdi. Ha. Ozmaxakani cho't qilamiz. Ketdi bratishga. Voy, ukajonim, nima bu ahvol? Bola juda slab. O'tgan safar bo'li meni interesroq edi. Bu safar bilmayman. Vallahi men Avrondan cho'chyaptimi? Agar hozir Maxakaga gol ursam, ishqilib nimadir bo'ladi. Давай uka. Assalomu alaykum. Mana Maxakaga endi gol urmasa bo'lmaydi. Ha, bratishga. O'tdi-da, o'zimga tepib qo'yapti. Nima bu ahvol? Просто kraga всё. Men gol uraman. Ketdi uka. Ukajonim. Bormi? Bolalar uverin chiqish kerak, gol urish kerak, pul ishlash kerak. Bormi? 10 ming uchun davay. Va Farakaga gol urolmaymanmi bilmayman lekin. Farakaga? Gol urolmayman. Farakangami? Va No, уже sakrab berayman. Gol uradi deb turib, yana o'zimga tepib qo'yapti. Nima bu ahvol, ey? men Maxakaga gol uraman. Billahi, yaxshi rachkam. Sen hozir polfinalga chiqding. Nechta qancha ko'p gol ursang, shuncha ko'p pul ishlasan, davay. Ozmaxaga gol uramiz. Ko'ramiz nima bo'lishini. Da! Hozir bitta gol uraman-da. 5 sekundga. Kimga urasan? Ha, ana aka. Kim o'zi? Bilmayman aka. Tanimaysanmi? Ha, tanimayman. Ketdi uka. Uy. Kutilmagan pоворot. Jichiga o'zbet qilmadimi, gol urib ketdi. Bratishga baxga, ukam. Eng qizig'i bilasanmi nima? Seni kimligingni bilmasak. Yo'q, kimligimni bilmaysanmi? Voy. Shunaqasi ham bo'lar ekan. Hozir sen polfinalga chiqding. Bitta gol, yana bitta odam ursa, polfinal boshlanadi. Hozir sen shotingdan 10 ming bor. Voy, ukam. Assalomu alaykum. Gol urishga harakat qilaman. Ket uka. Voy! O'zim xatom bo'ldi. Nima qilardi endi? Polfinalda boshlaymiz. Do'stlar, mana ana shu polfinalchilar. Hozir har bittasining shotidan 10 ming bor, lekin bittagina odam hamma gol urgan pulni olib ketadi. Endi qaranglar, bolalar. Sizlarga ustupga ketaman, chunki bu polfinal. Hozir 5 sekund degan narsa yo'q. Faqat bitta pravila bor, orqaga olmasanglar bo'ldi. Atak vaqt yo'q. Qolagancha eng главный narsa pul 2 barobar oshadi. Har bitta gol 10 ming emas, endi 20 ming bo'ladi. Hozir bitta gol ursalar 30 ming bo'ladi. Bosish kerak, shuning uchun qani davay. Ularni hozir bilib olamiz kim qanchalik o'ziga uverin. Qancha endi yutmoqchisan, uka? O'zi yutasanmi bugun yo yutmasanmi? Albatta yutaman, gol urishga harakat qilaman. Necha pul yutmoqchisan? Qancha? O'zi 50 ming. 50 ming. Sen ukam qancha ishlaysan? Bilmadim. Qancha o'zi nima u? Bilmadim degan. Ha? 30 mingcha. Ha, tuzar ekansan. Sancha, yutasanmi? Bilmadim, xudo biladi endi. Yaxshi, zo'r. Sancha? Xudo xolasa 100 ming yutaman aka. Qancha nechta gol uraman deb yuribsiz? Yaxshi, zo'r. Jetta 5 ta gol aka. Bo'ldi, davay. Hozir ko'ramiz bolalar kim chempion bo'lib ketadi, kim nech pul ishlaydi. Shuni ham kommentariyada hozirroq pauza qilib yozib ketinglar. Farakaga gol urish, Maxakaga gol urishga harakat qilaman. Davay. Блядь! Voy, zачем kam? Maxakaga gol uramiz.
Ketdi bratishga. Ha. Voy bila. Lekin oyog'im yomon g'ajiding. Bilding-a? Endi nima qilamiz? Oyog'imni g'ajida hisoblaymizmi yo'qmi? Mana publika hal qiladi. Hamdoq. Qami yo'qmi? Hisoblaymizmi? Mayli. Sen birinchi finalchisan, 30 ming shotingda bor. Hozir ikkita o'yinchi qoldi. Ikkitadan bitta odam gol ursa bo'ldi. Finalda boshlaymiz. Yaxshi aka, hozir gol bittadan uramiz-da. Voy bila! Gap yo'q, olib qo'yaman buni. O'zim xato qildim. Yana bitta gol urishga harakat qilaman. Bartar zo'rda chunki. Sa, ketdik, ha. Voy bila! Do'stlar, mana bizda 3 ta polfinalda 3 ta odam gol urdi, lekin finalga 2 ta odam chiqadi. Hozir buni qanday aniqlaymiz, bilasizlarmi? 16 metrdan ochiq varataga prosta havolatib gol urishinglar kerak bo'ldi. Kim ursa, keyingi etapga o'tadi. Pul ham ishlab olasizlar. Ya'ni yana 2x bitta gol 50 ming. Urish kerak shuning uchun, davay. Ukajonim gol ursam yo'qmi? Davay. Sen finalchisan, urish kerak. Urasanmi? 50 minglik bo'lasan sen. Bosamiz aka. Davay. Просто havodan, всё. Ну-ка. Bela, birinchi finalchi bor va ko'ramiz hozir kim. Просто havodan gol urib bo'ldi, finalchisan 50 ming bor shotingda. Mana ko'rdinglar, bitta odam finalga chiqdi. Hozir bular Don-Don-Ziki o'yinida birgacha kim yutsa ana shu finalda. Shoshilmasdan o'ynanglar. Don-Don-Ziki! Don-Don-Ziki! Voy! Paxtakor! Paxtakor bilan finalda uka, lekin yaxshi kurashdi, men ham endi nima qilamiz? Shunaqa bo'lish kerak ekan. Xo'p, do'stlar, unda bizda final. Qani ketdik. Janoblar. Yaxshi. Xo'p, do'stlar, mana bizda ana shu qonli final. Ishtirokchilarimizda 50 mingdan shotida bor. Hozir yana bu yerga qaytdik. Orada nimadirlar bo'lib ketdi. Finalchi aniqlash qiyin bo'ldi. Ishtirokchilar kuchliligidan. Xo'p, endi ukam xuddi ana shu faqat 5 sekundda ham olib tashlayman, orqaga ham olib tashlayman. Tushunarlimi? Ya'ni bitta qoida bor, mana bu 16 ning liniyasidan chiqib ketmasa bo'ldi, katta. Xolasanglar olib turib, mana shunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Yana o'sha gap, bitta gol 30 ming so'm. Hozir ursanglar, mabodo bitta gol ursanglar 80 ming bo'ladi. Faqatgina bu pulni chempion olib ketadi. Qani ketdik. Hozir endi yutish kerak. Bo'ldi. Ham bitta gol 80 ming. Bosish kerak. Uraman. Davay. Ratishga addish harakat qildi. Gol ursang chempionsan. 80 ming so'm. Boshladi aka. Bosish kerak, davay. Hauka. Do'stlar, bizda chempion va nihoyat bor. Qani kecha ana. Kecha. Xo'p, addushi mana malades. Haqli tarzda olib ketdi o'zinikini. Nima ham derdik? Может, mana xatoyim vроде yo'q, prям yaxshi tepdi, prям kutilmaganda tepib qoldi. Zo'r, chempionga qarshi, davay. Zo'r, hozir. Xo'p, do'stlar, mana shu chempion ukamiz o'zini haqqoniy 80 mingini mana oldi uka. Gap yo'q, tabriklayman. Malades, olib qo'yman 5 ta. Do'stlar, mana shunaqa formatdagi video yoqsa, 3-qismini chiqishini xohlasanglar, shunday ko'p so'ramaymiz. 5000 ta like yig'inglar, 5000 ta yig'ilishi bilan 3-qismini ham bosib yuboramiz. 3-qismi bundan ham dahshat bo'ladi. Hammaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.